Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari, baliq ov ishqibozlari, kanalimiz a'zolari. Mana bugun yana shunaqa joyga baliq ovga tushganmiz. Xudo yaxshi chiroyli video qilishga harakat qilamiz. Oldingi tashlagan videoyim zo'r prosmotr, yaxshi layklanayotgan. Birinchi videoyim yomon emas. Zo'r obunachilar ham rahmat obuna bo'lgani uchun. Yangi mehmonlar albatta obuna bo'lib qo'yamiz bu kanalga. Xudo xolasa yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. O'tgan safar shunaqa tomonda o'tirdim. Bugun yana mayda-mayriki balig'ini ushlash uchun tushganmiz, lekin juda maydalar aylanayapti nimagadir. Qarang mana. Lekin juda chiroyli baliq. Hozir ilmog'imiz ham sal mayroq edi, xudo xolasa chiroyli zo'r video chiqarishga harakat qilamiz, lekin havo sovuqroq, havo bulutli mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa zo'r video chiqarishga harakat qilamiz. Bizni kuzatib boring. Kanalda yangi mehmonlar podpisatsiya hamda qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'ling. Undan tashqari xudo xolasa yaxshi like qoldirasiz degan umiddamiz. Fikrlaringni albatta yozib qoldiringlar. Xudo xolasa chiroyli video chiqaramiz albatta. Kuzatishda davom eting. Oldingi bir kun tushdim, ozgina sog'lig'ida ham muammo berdi. Tish og'rib tusha olmadim. Bir kun tushdim, shorts video qilib tashlab qo'ydim, salomlashmasimdan turib bir dona baliq ilindi, lekin bir zarur ish chiqib ketib qoldim. Bu videoni to'liq syomka qilib qo'ymadim, o'sha 5 ta ozgina shorts video qilib tashlab qo'ydim. Xudo xolasa chiroyli videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Lekin mayda baliq ko'paygan. Lekin bir narsani oldindan uzr so'rab qo'yishim kerak. Qo'limda videoga oldim, o'tgan safar ham aytdim. Xatoylar bo'lib kamera qimirlab ketayotgan uchun oldindan uzr. Hozir qarmog'imga nimadir o'rlashib qoldimi? Lekin mayda baliqchilar yaxshi uryapti. Aymon solib tumonga jildirdim mana shu. Chekkada ilinchi olgani baliq yaxshi uryapti, lekin ko'rasizlar. Yaxshi uryapti, ko'ramizlar. Hozir xo'sh, albatta qarmog'i bilinib qoldi. Yana qaytib tashlaganim, lekin qanaqadir uryapti. Hozir ikkinchini aytacağım, birinchisi emas bu. Lekin kichikroq ko'ramiz buni. Mana shunaqa mayda baliq bo'ldi bu yerda. Lekin nima savol? Damal ketadigan joy. Bunaqa bir tushib ko'pchilik videoga chiqarsam to'g'rilab qo'yishyapti, to'kselishyapti. Unaqa joy emas bu. Axlatlanib kelib hozir baliqlar qo'zg'alib ketdi, qachib ketib qoldi. Endi chiqmaydi desam, navorot